Ota-onalar bolalarni 5-8 oyliklardan boshlab tishlarini yuvishni boshlash kerak. Ya'ni birinchi sut tish chiqdimi, bolalarni tishini yuvishni boshlash kerak degan ma'noni, ya'ni belgini bildiradi. 1 yoshgacha tish pastalaridan foydalanish mumkin emas. O'shaning uchun yumshoq silikonli napalchikli yoki bo'lmasam dokani qaynatilgan suvga botirib chiqqan tishlarni va milklarni yengil artishimiz mumkin. 1 yoshdan keyin bolalar uchun mo'ljallangan tarkibida ftor saqlamaydigan tish pastalaridan foydalanish mumkin. Kechasi uxlashdan oldin 1 marotaba yuviladi. 2 yoshdan keyin kuniga 2 marotaba tarkibida ftor saqlovchi pastalardan foydalanish mumkin. Ammo ftor miqdori 500 dan oshib ketmasligi kerak. 1-2 yoshdan keyin bolaga yengil tufurishni, ya'ni og'zdagi tish pastasi va so'lakni tashqariga chiqarishni o'rgatish kerak. Tish yuvib bo'lingandan keyin bolalar og'zi suvda chayilmaydi, chunki ko'p miqdordagi suvni bola yutib yuborishi mumkin. Uni o'rniga og'iz bo'shlig'i yengil artiladi. Bolalar uchun mo'ljallangan tish pastasi va so'lagini yutib yuborsa ham hech narsa qilmaydi, chunki ular zararsiz hisoblanadi. 3 yoshdan keyin bolalar mustaqil ravishda tishlarini yuvishi mumkin, faqat ota-onasining nazorati ostida. 3 yoshdan 7 yoshgacha bolalarning tishi qanaqa yuvilayotganini ota-ona nazorat qiladi. 7 yoshdan keyin bolalar tishini to'g'ri yuvsa, nazorat qilmasa ham bo'ladi.